Muş kiyim-kechak to'g'riliq bir gap Bir qilib gapira aka bezega. Hamda hozir shaxsan Tushuntirib aytganda bir degini. ha shunda bir aka. Hozir 1000 yilniki kiyimlarni kiyyapmiz-ku endi. Ha 20 yildan oldida bizning G'uljida o'chaqda bizning 19 yosh 20 yosh vaqtlarimiz. Oyshtaq bir yurish, bir kiyim kiyish moda bo'lib ketgancha o'chaqda. Halqi Muntuju deb bir gangsar bo'tdi. Shuni kiyatdiq, Jilayishton deb biri. Uni kiyatdiq, shundaqa Abdurahmon. Lorinto deb bir ayg'i var. Lorinto deb ayg'ing var. Qo'lingda rado soating bo'lsa, bir adam qatori yashagan bo'lsa. Normal adam. Ha, normal bir adam qatori. O hamma bolalar, G'uljining bolalarini hammasi boshqa edim shundamiki? O qimmat ular. Qo'y tirishib, Muntujudan birini oldim. Yana bir necha masajlar berib, avo Jilayishtonni hal qildim. Rado soatni 3 joy masajga berib oldim jimo, yomon qimmat. Bu Lorinto oyoq qiyib qoldi-da, bu eng qimmati shu 250 so'm. Yo, bir uchoqda. Ha, uchoqda bir masajga borsam 1 kunligim 100 so'm. 4 kun masajga boradigan pul-da bu. Shundan Sattada bir ag'inam bordi, Sattada deb No'g'aytoda bir masajga va'da açtı-da. Jilay, Muntujo, Rado, putumdagi oyoq Lorinto qilay desam, G'uljida bir do'kon bor, yo'lning bo'yida. Nishadın alımız dep, ekirde 250 so'mdan 1 tiyin, 1 so'm qo'yib bermaydi. 200 so'm pulni aram berib 50 so'mni men ati berib etdim aka. Deb bu Lorinto'ni oldim. Nurg'un arzu bilan. Elib do'konda mana 3 chamdan mangsangli mashinaga chiqsanda 3 chamdan mangdim-da, men mashinaga chiqdim, o'tadim. Mashinada mangmaysan-ku. Masajga bordik, oyoqni andaq yeyish qo'yib, men chiqib 3 soat qas içilib bo'lib qarsam Lorinto yo'q. Üç qadam mangan Lorinto meyaga kirgichi 5 ni manganim, 8 qadam mangan Lorinto yo'q. 200 necha boluva masajayda. Bütün hemisi xo'shlashib qaytadi-da, men aqanda avalanishib putuqli qarayman. Mening bütün 200 dol putqa qarab chiqdim-da 200 adam. Yo'q, Lorinto qara. Jig'i bastı yo'q meni. Ey, oson emas-da, texi uning 50 so'mi bor texi gedinimda. Jutga yaqla. Jig'lab qoldim. Ay, Lorinto. Petaklaring kimga qoldi Lorinto? Texi 3 qadam mangan Lorinto. Budağı qo'y qanday kiyib ete Lorinto. Keyinlaringni desa qo'yam Lorinto. Putlari qoldi. 50 so'ming kimga qoldi Lorinto? Ay jinim Lorinto. O satadi ag'inamni lükçek nimedi. Adaş, men tapama dedi. Qarsam bir mening kereshni aytdi o Lorinto. Qarab 11 yerda yamig'i va bir oyoqni qo'yibdi. 11 yerda yamak, ma tapallari yalinib. Aşını Lorinto deymiz. Haqiqisi qo'qildi-da, Usmon. Haqiqisi qo'qibdi sana. Lorinto. Hilqi ko'niligidan hilqi oyoq, moy tapan yalinib, mundaq turdi hilqi oyoqqa. Sen qaravatda degine Ben mi? qaravatda. Endi mushun qo'liga tushdim deb o'ylayotdim. Hilqi oyoqni kiydim, ketiman qo'yman jag'istayga desam, ya men topmayman adash, u xijolat o'katdi, malda oyoq jutgan kim. Men topmayman oyoqni. Bizning uyda qo'nsa aytdi men topmayman dedi. Yo'q, qandoq u 200 necha bolaning uyiga berib, nereden topsa degina, ama cho'qim eshit birisi ketib qoldi deyapti. Ya mes birisi ketib qoldi degan bir gap chiqdi. Shu oyoqqa bola taladi qo'nmaydigan odam qo'ndim. Hilqi oyoqni kiyib, jitiq, mush putturinga, mush patudu. Hilqi ag'inamni uyda qo'nib qoldik, atiyaligi shundan bu oyoqni bir xaltaga selib, opasini bir to'shib ekan, shu to'shayni kiya dedi. Ha, yarmi yo'q bir to'shay. Ya nereden tap, endi men Saqchiqonga boramizmi deb o'ylayapman desam, men topmayman-ku. Cho'qim chiqdi deb mashinasini oldiga o'taqizib, shu malda obliz deb bir molduz ekanligini qara. Bir talli molduzga shu bir malida. Oblizni molduzxonasiga kiriblar, "Ma oyoq kimniki?" dedi. Manda qarab, "Voy, turgandan oyog'im o." Turganıma ma çimeltek yamakni men birna gün saqam mani. Bir payni mijipaqqa gangban yo'q dedi qarab. Misaq gangban yo'q ekan. Tapdiq, igisini tapdiq deb turganiki bordiq. Mening kereshnoy pichat, uning qara ashunda 11 yerda yamaq var. Oyoqni ilib bosaq, o turgan
Moğır çekilgan nemeke. Ama Lavrent'ın masajtırıp o gün şöyle bana çekip yaptı. Aksa turdu. Şanlal. Ya adam bolamsa sen. Meymanның ayğını kikitemse desen numus qılmay yanma oxşatdı ki şu aramaptı mən dedim. Okşaydı ki. Ben yanma oxşa ketib aramaptı.